Har xil shapkalarni kiyishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Uyg'urlar orasida xali ko'p kishilar har xil shapkalarni kiyadi. Zamonning taraqqiy qilishiga ergashib, har xil shakldagi shapkalar chiqdi. Kun nuridan to'sadigan va boshqa turdagi. Menmi yaqinda kun nuri shapkasidan birini sotib olaymi deb o'ylab, yanala mushuning hukmini bilib, andin kiyishni o'yladim. Shunga shapka kiyishning hukmi qanday bo'ladi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Kiyinish va yurish turishda shariat ko'rsatmasiga diqqat qilganingiz uchun Alloh taolo ixlosingizni, taqvodorligingizni ziyoda qilsin. Sizni va bizni haq ustida mustahkam qilsin. Amin. Turi yoki fasoni jihatdan kiyim-kechakdagi asli qoida halollik bo'lib, shapkida boshqa bir din mansublarga xoslikni bildiradigan biror alomat yoki odat ko'rilmagan ahvolda har xil shakldagi shapka, do'ppa, shilapa, qalpoq, to'moqlarni kiyish mubah. Bu haqda dinimizda bir qancha ko'rsatmalar bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: kimiki bir qavmga o'xshab oladigan u ashulardandir. Ya'ni kiyinishi, yurish turishi, ish harakatlari, o'rib odatlarida boshqa bir millatga o'xshab olmoqchi bo'lsa demakchi. Buning asosan biror diniy toifaga xos kiyim-kechak bo'lsa, masalan, yahudiylarning kichik do'ppisi, shilapisi, qizil kommunistlarning shapkasi, xristian rohiblarning bosh kiyimlari, ma'lum kofir yoki fosiq guruhning maxsus kiyimlari qatorliqlarni kiyish cheklanadi. Shuning bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahoba kiramlarining, solihlarning, musulmonlar jamoatining kiyim-kechaklari, yurish turishlari va o'rib odatlari bo'yicha yasinish, yurish turish targ'ib qilinadi. Alloh taolo mundaq degan: aytqinki, Alloh bandalari uchun chiqarib bergan zabozanatlarni, pok rizqlarni kim harom qildi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: isrof qilmasdan yoki takabburlik qilmasdan yeb ichinglar, kiyinglar, sadaqa qilinglar. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq degan: senda isrofxo'rlik bilan takabburlikdan iborat ikki illat bo'lib qolmasala, xohlaganingni yeb, xohlaganingni kiyivergin. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dunyoning har qaysi joylarining kiyimlarini kiygan. Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hojatini ado qilib bo'lib qaytib kelganda tahorat suyi elib oldiga chiqdim. Uchisida Shamning to'ni bor edi. Rasululloh tahorat elib og'zi burniga suv olib chayqadi. Yuzini yuvdi. Yangdan qo'lini chiqaray deb tortgan edi, yang tar kelib qoldi. Shuning bilan qo'lini to'nning ostidan chiqarib yuvdi. Beshiga ikki o'tikiga masih qildi. Yuqorqilarga asosan oftobdan dalda bo'ladigan shapka kiysa bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdulaziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom. 100-numurliq fatvo.